Xotira o'zlikni anglash, o'tmishni doimo yodda tutishga bot-bot da'vat etib turadigan muqaddas tuyg'udir. Inson o'zligini ana shu xotira va qadr tuyg'usi orqali chuqurroq anglaydi. Shu munosabat bilan joriy yilning 8-may kuni O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati To'rtko'l tumani bo'linmasi hamda To'rtko'l tuman ko'zi ojizlar maxsus kutubxonasi bilan hamkorlikda 9-may xotira va qadrlash kuniga bag'ishlab ajdodlar ruhini yod etib nomli adabiy badiiy kecha o'tkazildi. Kechani O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati To'rtko'l tumani bo'linmasi raisi Umurbek Latipov ochib berdi. Vatanimiz ravnaqi yo'lida jonini fido qilgan vatandoshlarimiz eslanib, ularning xotiralariga 1 daqiqa sukut saqlandi. 9-may xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i ko'krak nishonlari tadbir ishtirokchilariga taqib qo'yildi. Ko'z bo'yicha 1-guruh nogironi, jamiyat faxriysi Ismoilov Amad so'zga chiqib, tadbir ishtirokchilarini xotira va qadrlash kuni bilan tabriklab, urush yillari haqida gapirib o'tdi. Hozirda tinchligimizning qadriga yetishimiz lozimligi to'g'risida bot-bot takrorladi. Aytish joizki, bu nafaqat jang maydonlarida qurbon bo'lganlarni xotirlash, balki front ortida, urushdan keyingi yillarda fidokorona mehnat qilgan, bugungi dorilomon kunlarimizga hissa qo'shayotgan faxriylarni ardoqlashdir. Urush yillari va uning azob-uqubatlari, o'tgan insonlarning xotiralarini yod etib bo'lgach, ko'z bo'yicha 2-guruh nogironi Jumagildiyev Ergash yig'ilganlarga xushnudlik ulashib, kuy-qo'shiqlar ijro etdi. Haqiqatdan ham tinchligimizning qadriga yetmog'imiz lozim. Chunki mana shunday tinch va osoyishta yurtgagina mana shunday bayramlar va to'ylar yarashadi. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.